Assalomu alaykum. Mana shu yerda yig'ilgan sport muxlislari, MMA muxlislari mana shunaqa chiroyli tadbir o'tkazyapti. Oktagonga alohida rahmat. Shunaqa Toshkentda, Humo Arenada ko'p bunaqa turnirlarni o'tkazishdi. Buning uchun alohida rahmat aytaman. Xudo xohlasa ertaga 3-aprel kuni Alisher Navoiy panoramada Tokioga yo'l film premyerasi bo'lib o'tadi. Barchalaringni kutib qolamiz. Xudo xolasa birgalikda kinoni mazza qilib ko'ramiz. Bu kino yosh avlodga motivatsiya bo'ladi deb o'ylayman. Farzandlaringizni olib chiqsalaring, ularga menimcha motivatsiya bo'ladi va sportga qiziqishini yana ham kuchaytiradi. Rahmat hammaga.